Xo'p, hammasi yaxshi bo'ladi bolam. Xo'p, rahmat oyijon. Assalomu alaykum oyi, yaxshimisiz? Telefonni tuzatib keldingizmi? Telefoning haligi... Ha, oyi, nima bo'ldi? Bilasanmi? Sening dorasiga pulimiz yetmay qolgandi. Xo'p, oyi, u dorilarga meni telefonning nima aloqasi bor? Xullas, sening dorilarni olish uchun telefon sotishga majbur bo'ldim. Nima? Telefonimni? Xavotir olma. Tez kunda dadang pul jo'natadilar. O'shanda birinchi o'rinda senga telefon olamiz. Xo'p. Telefoning eskirib qolganda-ku, kecha sening mazasi ozgina bo'lmay qolganda dorilar qolmagandi. O'g'lim shuning uchun sotishga majbur bo'lib qoldik. Oyi, nimaga menga yetmasdan sotasizlar? Nimaga? Bolam, haligi o'zingni bosgan. Sening dorilarga pul yetmaydi-da. Nima qilibdi endi shunga? Men telefonimni sotish kerakmi? Menga yetmasdan sotgansizlar. Maktabda o'zi hamma ustimdan kulyapti. Hattoki eng yaqin o'rtoqlarim ham. Mendan battar kulishlarini xohlaysizlarmi? Sizlarga shu kerakmi? Bo'ldi, o'zingni qo'lga olgin. O'sha telefon seningdan aziz bo'l. Seningda o'zi mazasi yo'q. Oyi, bo'ldi, qilgan. Yetmasdan sotasizlar. Bo'ldi, o'g'lim, olgiraman-ku. Bolam, nima qilganing? Menga yetmasdan sotasizlar. Voy, nima qilyapsan? O'yinchi bu hoy asli. O'yinga shuna qo'l ko'taradi. Aralashmay. Qoch dedim, aqllanay bu seni. Qoch dedim. Aralashmay. Onangga qo'l ko'tarma. Ay, Buni nima qilganing? Oyjon. Oyjon, ko'zingizni oching, oyjon. Iltimos, qo'rqitmang, oyjon. Oyjon, iltimos. Qo'rqitmang, oyjon.